Sizlar ham qaynisinglarni uyda ish qilishini xohlayapsizlarmi menga o'xshab? Meni qaynisinglim Qadisha o'qishdan keldida mana qilib qog'ozga bir xil narsa yozib qo'yganman. Surpriz, bittasini tanlasangiz ish deb aytib qo'yaman yoki aytmayman. Ko'ramiz, qiladimi yoki qilmaydi. Menimcha qilsa kerak. Ketdik. Qadisha, shu yerdamisiz? Sizga qarang. Bittasiga surpriz yozilgan, lekin bittasiga boshqa narsa yozilgan. Qaysi birini tanlasangiz ham hech narsani qilishga majbursiz. Xohlaysizmi? Bu yerda men xohlagan narsa aniq bormi? Конечно, bor, voy tavba. Surprizi bor, zo'r. Bo'pti. Uy tozalash? Hamma joyni? Конечно, tabriklayman. Ha, bo'pti, tozalash bo'lsa, tozalashda. Ketdik. Rostdan ish qilasizmi hozir? Ish qilganingizni olaman men videoga. Mayli, ish qilsam qilibman-da. Egilsam, egilibman-da bir safar. Oo, Ketdik. ko'zlarimdan yosh oqdi. Qanday yaxshi. Yaxshi tozalayapsizmi kendaya? Men bitta srochna bitta aylanib kelay. Charchab qolmaydi. Men nima kutuvdim? Ketdi mana. Foydasi yo'q ekan, ovora bo'lib yurmanglar. O'zinglar tozalaringlar. Tojimini. Osmondan parcha parcha yulduzlar